divanı buluşup ketishsa, ishga qonjoq sonlarni elib yo'qara ko'zimdan yo'qol bu talada qolgan dadam. Hikoyamizning davomiga keldik. Men hikoya bayon qilish do'stlar, Sosuke. Shunda qilib bu qabrning oldida yig'izlari hilqiyada ishki akamning yig'isi. Chunki bu ishki akam shunchalik opamga ajoyib ko'ynatdiki, ajoyib vafodor bo'ladi. Bularning ko'nglida biz azroq chidavasak opamizni ko'ramiz. Azroq chidavasak qarindoshlar bilan jam bo'lamiz. Azroq chidavasak mushu kunlar o'tib ketadi, cho'ng bo'lamiz, opamizga qaraymiz degan arzu armon bilan tik turib shu qiyinchilikni bosib bugun kelgan ekan. Biroq oxirida qanday bo'ldi? Bizni kutgani, bizni saqlab turgani opamning meyiti, opamning qabrisi bo'ldi. Apa bizni tashlab, bizning yo'limizga qarmay, yolg'onchi opam qabriga kelib yetyapti. Bizni saqlamay kelib yetyapti. Agar bizni saqlagan bo'lsa, bag'riga illiq bir qitim bosgan bo'lsa, bizim apa sağ-salamet chiqib oldik. Ahir yüz görüştük. Endi yiningizdan ayrılmaymiz deb, apamizni yine ishlab bir ret söyleyen bo'lsak. Afsus, to'limi afsus. Bu xiyol, bu shirin tuyg'u faqat qalbimizda. Bakın, amaliyotda bizni saqlig'ini apamning qabrisi bo'ldi. Shunda qilib bu yerda bek uzun tuduq. Ko'nglimizga bak gaplarni, ochiq yutganlarimizni, uchirgan xo'rliqlarimizni deb ichimizdan bo'sh olgan bo'ldik. Cho'ng opam, "Juringlar bolalar, uy ketaylik" dedi. "Siz hali ketgimiz yo'q." Opamiz, "Xudi ketmanglar bolalar, men yolg'iz qoldi ekanman" degandek ko'nglimizga shunda tuyulib, zada opamizni tashlab ketgimiz kelmadi. Lekin ketmaymi amal yo'q. Apamız nurgun güzel tileklerini kaldırıp u yerdan qaytdik. Yinib kelgandan keyin akam itiziriqdan undan daraxtlarni çatab, g'ol mında chenzlarni ekilib apamning qabrisining atrofiga qo'rshav yasayman deb yasadi. Bundan hammamiz shunda xush bo'ldik, suyundik. Cho'ng opam akamning beshini silab turib, "Sen nim degan vafodor bola? Opamning kuyinishni, qo'g'dashni biladi ekansan. Rahmat bolam. Opam xotirjam bo'lgan bo'ldi. Opamlarni yo'qlab turinglar" dedi. Ma'qul dedim. Lekin biz 6 bola bu cho'ng opamning uyida qandoq turamiz? Özümüzün uy ketaylik dedik. Turib, heliqi dadam degan odam emas, bir kun chiqib qolarmi deganlarni o'yladik. Bu 3-4 kun jarayon cho'ng opamni so'rsak dadam chiqmabdi. Cho'ng opam ketmanglar bolam. Mushu uyda turinglar dedi. Biz bir emas, 2 emas, 6 bola. 4 akam, singlim ve men ketaylik. Cho'ng opa dedik. Cho'ng opamning chunki balchaqlari bor. Bularning iqtisotlari arallar. Shuning bilan uy yinib keldik. Sularni chetishtirib, tozalab, etishtirib, ammo biz o'zimizni shunda baxtli his qildik. Chunki bizni urib so'qadigan, qildim, qilmadim deydigan odam yo'q. Aning ishini qilib, yana burunqidek mana ishini qilib, akamlar xalqning mol chorvalarini beqib, uyga topgan tayinlarni ekirdi. Singlim ikkimiz yugurib pishirib, diliqlarni xomni pishish qilamiz. Cho'ng akam, ukam, bizga o'g'il bola. Qanday qilsak, yana jinimiz jon etalaymiz. Biz yana er kishi. Sizlar degan qiz bola bunda oilada o'tiraymi, bir huna o'gininglar dedi. Nima huna o'ginimiz aka desam, qo'shni mahallidagi bir och yashab ekan kiyimni bek usti tikdi deydi. Ikkalanglar shu huna kirsanglar qanday dedi. Bek xo'sh bo'ldik. Biz maktabda o'qimadik. Lekin bizning bir hunarlik bo'lsak-ki, bir narsa qo'limizdan kelsa deymizda. Singlim shunda xo'sh bo'ldi. Akam shu yerga bizni opadi. Bizning hol-ahvolimizni uqqandan keyin ayol bo'ldi deb bizni shogird qabul qildi. Biz kelimiz qo'saqqa bir narsani qilamiz, akalarimiz bilan xo'shal xo'ram qo'saqni to'yg'izimiz, yana ilqiyadan. Hunarga kelib, bir-birimizni qo'g'lab yurib ilqiya chiqib ketamiz. Shunda qilib yurib, xeyli vaqtlar o'tgandan keyin bir kuni singlim ikkimiz ishdan tushib kelsak, shunda varang churung ho'yla degan oshundoq bo'lib ketibdi. Bu nima bo'lgani deb yuragimiz ba'zi bir shumliqlarni tuyg'andek bo'ldi. Shunda ensiz yuragim sep ketdi. Uyga yugurib kirsak, dadam chiqibdi. Dadam kelibdi. Asli xil burilib chiqmoqchidim. İşlerini tashlab chiqib bo'lmadim, biletdim sen aramliqlardan bir şey chiqqanligini. Bola qilsam bola. Agar nima qilib olsam, yana sen haq mening qo'limdagi bola. Qanday qilish mening qo'limdan keldi deydi. Demak, men seni mahayatga bana qildim, yo'q qilib yetishim qo'limdan keldi deb tekti saqil turibdi. Maqsadi nima ekan desanglar, akalarimni akir ketishgan. Akir ketib, ana ayaga, manmiyaga ishlamchilik tutib ekan. Cho'ng akamning shunchalik ochiq keldiki, ihtisham.
yerden top ağdırdıgan. Yügrep ekeplaş dadamның dümsüge şikkeni koydu. Kiçik agammo Balkı süpügünün qo'li bilan nechini qo'ydi. Yana bir akammo. Balalarga beshini manda qilib, mandal qirib chiqib atamda. Nomus kerak emas. Tazliqqa shunchalik ahmiyat bersin atalar. Tazlab suzib turbasin balalarning beshini. Yana bor. Kiralash malati yuqumli ishlaymiz. Balalardan balaga shuqatib. Agar sizning balangiz bir şey bo'lsa, ma boshlash bir men bir shatan 320 yildan yog'isi men setib kelyapman. Hozirgacha bir xiridan norozi bo'lib boqmadi. 38 so'm uyingizdan alg'ich kirasiz. Sir qarog'iz qo'ydimmi? Zakaz shasana bo'ldi. Sezgutira yara tamratga homildirlashish bo'lmaydi. Chashqaniki boshqa ishni kelgizmaysiz, chaymaysiz. Atdigan chatsiz, tushdan keyin kashkatib yursiz. Ya kashqurun chatsiz, atdigan yursiz. Bo'ldi, tamam. Dadamning og'zidan chiqayotgan bezab gap bu gaplarning hammasiga aqllarim chetigan bo'lsa, bir yig'iz gapiga chidamay qoldim. Onang degan mehnat rasvo o'lib yaxshi bo'ldi, deydi. Sen haqi boshpana olgan hech kim yo'q. Sen haromlik divani shumlaga. Men bo'lmasamcha divani bo'lishib ketishsa. Uyni tatib olsamcha, ko'rikning ostida, xalqning ishining oldida itdek yetishsa. Itdan qarab po'xtin sesiq bo'lsa. Men uyni tatib olgan bo'lsam, ne yetib qopsanki uydan chiqish. Davot. Bu bizning dadimiz davot. Bizning dadimizning gibi. Çoğakam bu gapni anlagandan keyin oldiga yüklab keldi. Anamızın tanlama. Anamız sana nima qildi? Alta balni tug'ib berdi. Shuncha japa mushaqqatni tatdi, ochiqingni yutdi, ig'ringni ko'tardi. Yo'qsizchiliklaringni tatdi. Gerçi yonchuqingda puling, ig'ildi miling bo'lsa-mu opam bu so'yib qilib bir qo'yni bermadi. Bir 5 ko'cham pulni berib uyga hisob qilib chang'i bilan otdimidi. Bitir apam şu kunlar chidab biz alta balni qata qo'shib oyog'imizni chiqarib, aqlimizni joyida cho'ng qoldi. Sen nima qilib berding? Yani anamızın tillaysan qo'y. Bizni uysiz qo'ygan bormi? Chiqqan o'z sen chiq, dedi. Nima deydi ma haramdan bo'lgan deblaydi. Og'zini yana set buzib, ma ishga qonjoq sonlarni elib cho'qira, ko'zimdan yo'qolib bu uy meniki deb aytsin ishkimizdan aytilladi. Akamdan qoldiki qanal bo'lmasin bu degan bir er kishi. Akamdan qoldiki tishongni elib shu akamniki bu yon tarafga asli qo'ng tarafga urmoqchimi tikimi deyman. Akam mushtal inishib qopishig'i mashagali kepil taydi. Akam shu plan do'shtin ketdi. Quloqdan qon yiqib. Akam hoşunu bilmeydi. Ağızdan mazg'ab chiqib ketdi. Qanarlash mazg'ab chiqib ketdi. Biz degan qo'rqab, chunki bizga boshpana bo'layotgan shu akamiz emas. Onamizning o'rnida, dadamizning o'rnida shu akamiz qarayotgan. Qo'rqib barimiz, yig'layotimiz, qushqashlar qandaq bir oldu yo'lida. Shuning o'xshash hammamiz qushqashning ballariday yipilib ketdik qiyaga akamizga. Birden gezgimizni iştirip dadam işini tişe çıkarıverdi, koçak çıkarıverdi bizni. Şunu akam yükrep kirgen peyt, akamdan kötürüp yandırıp çıktı. Akam ilk haleti yasa, karı bu mu deyim, hatta qıptım, ya mandamla tiyip ketdi. Ma tayaqның açıqına közüm aytken bala, men qıstan qımğandım. Yok. İlk akamda köte, çoğapımızla uyup badık. Oy, bir iti dada hayvandan beter adamlar var. Işqilib, ko'z oldimizda bo'lsa desep çeyli versakmış da adamni. Vaqt münasibetle bek uzun çıkarasam maddoyin, to'da tekshirib mesele var mümkün deb. Derhal vaqtida chiqarib bermay, iqimni suzib qisib boshqa ketib bordi. Vaqt münasibetle hikoyam mishatdi, yana bir sonni ko'rishaylik do'stlar. Meni qo'shib elishni yurak berib saqlab ishni unutib qolmanglar. Yana bir qism chiqqanda topamay qolsizlar.